Assalomu alaykum wunderkindlar, yoshlar va hurmatli ota-onalar. Navbatdagi video kontentimizni boshlaymiz. Bugun juda ko'pchilik so'raydigan, asosan ota-onalar so'rashadi, savolga javob berishga harakat qilaman. Farzandim yosh, endi 1-sinf deyishadi yoki 2-sinf yoki 3-sinf. Ingliz tiliga qachon berishim kerak? Ya'ni farzandim ingliz tilini qachon o'rganishni boshlagan yaxshi degan savol berishadi. Va bunda juda ko'p faktorlar bor. Shularni hisobga olib va umumiy tajribamga asoslantirib javob berishga harakat qilaman va umid qilamanki, bu ko'pchilik ota-onalar uchun juda ham foydali bo'ladi. E'tibor bering, ingliz tilini qancha erta boshlasa, shuncha yaxshi. Odatda tavsiya qilaman, taxminan 2 yoshlardan. Avval, misol uchun deylik 5 yosh yoki 6 yoshdan boshlab o'rganishi mumkin. Misol uchun deylik alfavitni o'rganishi mumkin. Raqamlarni sanashni yoki bo'lmasam ranglar kabi basic narsalarni o'rganishni boshlash mumkin. Lekin aynan kurslarda men tavsiya qilaman, misol uchun deylik 2-sinf yoki 3-sinfdan boshlab kuchliroq tayyorgarlik ko'rishdi. Misol uchun deylik o'quv markazimizda asosan 3-sinfdan agar bilimi yetsa, olib ketishiga ishona olsak, 2-sinfdan ham qabul qilamiz. Sababi ba'zi o'quvchilar ko'ramiz, misol uchun endi 1-sinf tugatgan, 2-sinfga endi o'tgan, lekin o'zlashtirishi, olishi, qabul qilishi kerak bo'lsa 3-sinf, 4-sinflar bilan teng. Agar misol uchun deylik yoshlar, ko'pincha misol uchun deylik 5 yosh, 6 yosh yoki 7 yosh bo'lib turib, erta yoshdan misol uchun deylik ota-onasi ilmga mehr qo'ydirgan bo'lsa, bu yoshlar misol uchun deylik 1-sinfdan boshlash mumkin. Men odatda tavsiya qilaman aynan 2-sinfdan yoki 3-sinfdan ingliz tili kursi berishdi. Nimaga desa, agar o'zini tilini bilmasa, ikkinchi tilni bilishi nisbatan qiyinroq bo'ladi, murakkabroq bo'ladi. Va shuning uchun biz nima tavsiya qilamiz? Avval o'zini tilini yaxshiroq bilsin. Misol uchun ko'pincha 1-sinf bolalarni olib kelishadi. Tabiiyki 1-sinf bolalar alifboni bilmaydi. Alifboni bilmagandan keyin, ya'ni yozishlarni bilmaydi. Misol uchun deylik, raqam yozishlarni bilmaydi yoki bo'lmasa so'z shaklida yozishni bilmaydi. Tabiiyki tilni o'rganishdagi eng muhim bosqich bu yozish orqali bo'ladi. Ayniqsa yosh bolalarda shunaqa bo'ladi. Va tabiiyki alifboni bilmasa, so'zlarni yozishni bilmasa, ingliz tili o'rganishda juda katta to'siqqa duch keladi va o'sha to'siqlardan bittasi bu demotivatsiya deyishimiz mumkin. O'quvchi boradi, tasavvur qiling, 2-sinf yoki 1-sinf ingliz o'rganishga boryapti. Misol uchun 2 oy bo'ldi yoki 3 oy bo'ldi yoki 4 oy bo'ldi, qarasa zerikyapti. Nimaga zerikyapti? O'quvchi tushunmayapti. Va yoshlarda shunaqangi narsa bor. Men hozir bu haqda to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilaman. E'tibor bering. O'quvchi, ayniqsa yoshlar, buni Z avlod deymiz. Hozirgi misol uchun 7 yosh, 8 yosh yoki 9 yosh bolalar ingliz tilini odatda o'yinlar orqali o'rganadi. Agar misol uchun tasavvur qiling, qoidalarni ko'ryapti, yozma mashqlar va hokazo bordi, 1 oy, 2 oy yoki 3 oy o'tgandan tushunmayapti. Tabiiyki tashlab qo'yadi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, o'quvchilar, ayniqsa yoshlar ko'proq o'yinlar orqali o'rganishadi. Misol uchun deylik, bizdagi komandamizdagi ustozlarga doimiy tarzda treyning qilinadi o'z ustida ishlashi uchun. Undan tashqari misol uchun deylik, materiallar va hokazolarni aynan bolalarga mos shaklda tanlashga harakat qilamiz va o'yinlarni ko'proq o'rnatishga harakat qilamiz. Sababi o'yin o'ynaganda ma'lumotlarni, informatsiyalarni eslab qolishi yaxshiroq bo'ladi. Endi aynan nimalarni o'rgatish kerak agar 2-sinf bo'lsa yoki 3-sinf bo'lsa yoki 4-sinf bo'lsa, aynan nimalarni o'rgatish kerak desa, grammatik qoidalar, qandaydir misol uchun reading passage, misol uchun qiyin matnlarni o'qitish yoki bo'lmasam audio shaklidagi narsalar shart emas. Boshida ko'proq nimalarga e'tibor berish kerak? Deylik, sanalar bo'lishi mumkin, raqam bo'lishi mumkin. Misol uchun yosh kichikroq bo'lsa 10 gacha sanashni, 15 gacha yoki bo'lmasam 50 gacha yoki 100 gacha sanashni o'rganish mumkin. Yoki bo'lmasam kasblarni o'rgansa bo'ladi. Ranglar, hafta kunlari, oylar, shunga o'xshash narsalarni boshlang'ich daraja ko'proq o'rganish kerak. Sababi aynan mana shu narsalar qurilib olganidan keyin, ya'ni atrofidagi narsalar va o'zini ona tilidagi narsalardan, misol uchun aynan mana shularni, misol uchun shu aytganimiz ranglar, raqamlar yoki bo'lmasa hafta kunlari, fasllarda o'zini ona tilida yaxshiroq bo'ladi, yaxshiroq tushungan bo'ladi. Qiyin, murakkab, abstrakt mavzularga qaraganda. Bularni o'rganib oladi va aynan mana shularni o'rgangandan keyin o'zida juda ham katta energiya, motivatsiya hosil bo'ladi. Sababi men deylik 50 gacha sanashni bilaman. Ularda shunaqangi narsa borki, instant gratification deydi buni ingliz tilida.
tezda biror narsaga erishish hissi bo'ladi. Ayniqsa bu narsa yoshlarda kuchli bo'ladi. Bitta narsa erishdi, ha demak men erishdim degan ichida ruhiyati ko'tariladi. Energiyaga boy bo'ladi. Bo'ldi, men bilaman. Misol uchun deylik, hafta kunlarini bilaman, oylarni bilaman, raqamlarni bilaman, kasblarni bilaman va hokazo narsalarni bilaman. Bo'ldi, endi ingliz tili men uchun ekan degan narsa bo'ladi. Va shuning uchun biz tavsiya qilamiz, agar mabodo o'zingiz uyingizda o'qiydigan bo'lsangiz, ingliz tilini qaysidir kitoblardan, lug'at kitoblardan yoki boshqa kitoblardan foydalanib o'zingiz o'qiyotgan bo'lsangiz ham aynan basic narsalarni o'rgatishni tavsiya qilaman. Va undan tashqari bu yoshlarga agar mabodo qo'shimchasiga, ya'ni kursdan tashqari yana nimadir bersam bo'ladimi yoki nimadir orqali tayyorlasam bo'ladimi, mustaqil desangiz, men sizga bitta yaxshi narsani tavsiya qilaman va buni Picture Dictionary deydi. Picture Dictionary bu rasmli lug'at. Misol uchun deylik, mevani rasmi bo'ladi, nomi bo'ladi va uni inglizcha, o'zbekchasi bo'ladi. Ba'zan ruschasi bo'ladi. Kasb bo'layotgan bo'lsa, shu kasbda ham misol uchun deylik, rasmi bo'ladi, o'zbekchasi bo'ladi, inglizchasi bo'ladi, qo'shimcha deylik bitta til rus tilida bo'lishi mumkin. Ayni mana shunaqa broshura shaklidagi kitobchalar bo'ladi. Agar mustaqil o'qisin, o'rgansin desangiz yoki bo'lmasam kursidan tashqari bularni yodlatay desangiz, bu narsa juda ham zo'r yordam beradi. Sababi shu Picture Dictionary eslab qolishga oson. Sababi odatda yosh bolalar visual learner bo'ladi, ya'ni aynan ko'rish orqali eslab qolish darajasi kuchli bo'ladi. Shuning uchun biz tavsiya qilamiz, aynan misol uchun deylik, rasmlar orqali yoki bo'lmasam o'yinlar orqali yoki bo'lmasam misol uchun deylik, televizorda, misol uchun deylik, bizning kurslarimizda televizor yoki proyektor orqali rasmlarni ko'rsatish orqali mana shu misol uchun mana bunaqa meva ingliz tilida mana bunaqa aytiladi. Misol uchun apple, banana, orange va hokazo deb turib rasmini ko'rsatamiz. Shunda o'quvchilar nisbatan kerak bo'lsa qarasa 2, 3x yaxshiroq va samaraliroq eslab qoladi. Erta boshlashning yana bitta yaxshi tarafi, erta boshlasa, misol uchun aynan 2-sinf yoki 3-sinf bo'lmasa, farzandingiz kattaroq bo'lib qoldi, misol uchun 7-sinf. Bo'ldi, kecha emas. Уже bugundan boshlashingiz mumkin. Bugundan, misol uchun 7-sinfni o'sha boshlash kerak. Nimaga desa, agar erta boshlasa, erta imtihon topshira oladi. Bizda o'quv markazimizda juda g'alati odat bor. Biz nima qilamiz? Misol uchun o'quvchi keladi, 1,5 yil o'qishadi, 1 yil o'qishadi, endi tortishiga qarab, ba'zi 2 yil o'qishadi, ba'zi 3 yil o'qishadi. Tezroq imtihon topshirtirishga harakat qilamiz. Ba'zilar misol uchun deylik, mayli yuraversin, o'quv markazimizda yoki o'zimda misol yuraversin, zato ko'p pul to'laydi, 11-sinfgacha yursin deyshadi. Yo'q, biz odatda misol uchun 7-sinf bo'ldimi, 8-sinf bo'ldimi, bo'ldi, davay, sifr topshir yoki IELTS topshir deyishga harakat qilamiz. Nimaga desa, bir xillar o'ylaydi. Noto'g'ri tushuncha bor. 8-sinf topshirib nima qiladi? Undan ko'ra o'qirsin. Baribir sertifikati kuyib ketarkan-ku deydi. Xo'p, 8-sinfda topshirmadi. Kuyib ketadi degan vaj bilan qo'rqqani uchun. Shu sababli deyarli 1 yil, 1,5 yil, 2 yil vaqtini ketkizib yuboradi. Biz nima qilamiz? Bo'ldi, 8-sinfmisan, 9-sinfmisan, topshir. Tayyorsan, topshir deymiz. Misol uchun biz ko'pchilik bilishadi, 7-sinf, 8-sinf bo'lib turib o'quvchilarimiz natija qilishgan. Hattoki 4-sinf bo'lib turib sifr imtihonida bitu olib turib, butun O'zbekiston bo'yicha rekord o'rnatgan shogirdimiz bor. Bu qanday bo'lgani desa, prosta bilimi yetarli, davay. Senga qo'shimcha misol uchun material beramiz, qo'shimcha o'qiysan va hokazo topshirsan deymiz. Endi aynan misol uchun deylik, sertifikati kuyib ketarkan, 1 yil, 1,5 yil, 2 yildan keyin misol uchun kuyarkan degan ana bilan 10-sinfgacha yoki bo'lmasa 11-sinfgacha olib yuring. Yo'q, 8-sinfda topshirsin. Bu orqali ota-ona pulini tejab qoladi. Ya'ni, misol uchun qo'shimcha 1 yil o'zi bilimi bor bo'lgan o'quvchi yurmaydi. Nima qiladi? 8-sinfda deylik IELTS yoki sifr imtihonini olishadi. Undan keyin IT o'rganishi mumkin. Yoki bo'lmasa matematika, tarix, ona tili, boshqalarni o'qishda boshlashi mumkin. Va bu narsa orqali bizda o'quvchilarimiz ko'pi O'zbekistondagi milliy universitetlarga grant asosida kirish koeffitsiyenti yuqoriroq bo'ladi. Nimaga desa, hozirgi kunda juda ko'pchilik biladi, sifr sertifikati bor. Xuddi shunaqa sertifikatlar boshqa fanlardan ham bor. Endi 8-sinf, 9-sinf bo'lib turib, o'quvchilarimiz natijani qilsa, bo'ldi, endi ingliz tilini yig'ishtirishadi.
Deylik, ona til o'qishni boshlaydi yoki tarix o'qishni boshlaydi yoki matematika o'qishni boshlaydi. 1 yil, 1,5 yil ichida aynan o'sha fandan sertifikatni olishadi. Va o'sha 8-sinf o'quvchi deylik 10-sinfda tugatyapti, 11-sinfda boshlayapti. O'sha 11-sinfda bitta tayyorlanishadi. Masalan, 2 oy yoki 3 oy tayyorlanishadi. Yana bitta sifr topshirishadi yoki as topshirishadi. Sertifikatni yangilab oladi. Ya'ni bir xilgalarda tushuncha bo'ladi. Misol uchun sertifikat kuyib ketadi. Ikkinchidan ingliz tili esimdan chiqib ketsa-chi deydi. Yo'q. Juda ko'pchilik o'quvchilar 8-sinf, 9-sinf yoki 7-sinfda olishadi. Bo'ldi, boshqa fanni hal qilishadi. Aynan mana shu sertifikatlarni kolleksiya qolgani sababli, misol uchun deylik, ba'zi o'quvchilarimizda guvohi bo'lganman, 3 ta fanni ham уже maksimum sertifikatini olgan. Ingliz tili, tasavvur qiling, ingliz tili, ona tili va tarixdan sertifikat olgan va avgust oyida imtihonni topshirishyapti. Ular faqat ba'zilari, misol uchun deylik, majburiy fanlarni testini yechib chiqyapti. Sababi qolgan fanlar уже bor va aynan mana shu o'quvchilar kontrakt emas, davlat granti asosida уже o'qishga kiradi. Aynan mana shuning uchun erta boshlashsa, erta sertifikatga ega bo'lishadi va universitetga kirishdan, nafaqat O'zbekistonda universitetga kirishda, undan tashqari xalqaro universitetlarga kirishda ham yaxshi yo'l bo'ladi. Va undan tashqari mabodo chetga ketayotgan bo'lsa ham, IELTS sertifikatini o'zi yetadi xalqaro universitetlarga kirish uchun. Lekin IELTS sertifikatini o'zi o'sha davlatda yashab ketish uchun yetarli emas. IELTSni olib qo'yishsin. Undan keyin nima qiladi? Masalan, IT ni o'rgansa bo'ladi. Kompyuterdan foydalanish, oddiy Word yoki Excelda ishlashni juda ko'pchilik bilmaydi. IT ni o'rganish mumkin. Yoki masalan, qo'shimcha bitta til sifatida, misol rus tili yoki koreys tilini o'rganish mumkin. Ya'ni erta ingliz tilini boshlashi erta muvaffaqiyatga erishish uchun poydevor bo'lib beradi va bu narsa o'sha o'quvchini, o'sha til o'rganayotgan yoshda uzoq muddatli kelajagi uchun ham juda ham muhim hisoblanadi. Ingliz tilini qachon o'rganish bo'yicha tavsiyalarim umid qilamanki foydali bo'ldi. YouTube sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Deyarli har hafta aynan mana shunday IELTSga, sifr multi-levelga yoki bo'lmasa ingliz tili umumiy olganda shaxsiy rivojlanishga va tarbiyaga oid foydali kontentlarni joylab boramiz. Va undan tashqari, agar siz uchun IELTS 7, 7,5, 8 ga ega ustozlar, undan tashqari sifatli o'qitish tizimi va eng muhimi natija kerak bo'ladigan bo'lsa, ingliz kurslarimizga ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Aynan mana shu video ostida havola qoldiramiz. Ro'yxatdan o'tib, bemalol filiallarimiz haqida, o'qituvchimiz haqida, kurslarimiz haqida to'liq ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin.